Yo Tangrim. Yo Xudoyim, hech nima qolmabdi. Seni tanang o'lgan bo'lsa-da, ammo sen hanuz shu yerdasan. Hatto miyam ham o'zimniki emas. Biz shikastlangan qismlarni qayta tiklashga majbur edik, ammo salohiyating va his-tuyg'ularingga tegmadik. Meni tushunyapsanmi? Alex, sen o'zingni boshqarasan. O'zimni boshqaraman? Ha, Yaxshi. Agar men o'zimni boshqarsam, unda o'lmoqchiman. Shunchaki hayot ta'minotini uzib qo'ying va bu dahshatga ham nuqta qo'yiladi. shunday qildim ham deylik, lekin men albatta shifokor sifatida hech qachon bunday qilmayman, ammo bunga qo'l uraman. Unda rafiqangga nima deyman? O'g'lingga nima deyman? Uddalay olmabdi deydi. Siz urindingiz. Lekin bu ish bermagan bo'ladi. Qo'lingizdan kelganini qilgansiz, ammo men o'lganman. Ular boshidan o'tkazgan barcha azoblardan keyin hamma paydo bo'lgan yagona umiddan nahotki ularni mahrum qilsak,